Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Black Friday to'g'riliq so'zlamoqchi edim. Kanadaning Black Friday. Har yili 11-oyning eng oxirgi juma kunini Black Friday, qora juma deymiz. Mana nima deb tarjima qilamiz buni endi. Bu Black Friday Amerikadan boshlangan ekan. President Lincoln president deymizmi? Lincoln shu prezident bo'lgandan keyin bir Thanksgiving'ning oxirgi, ya'ni minnatdorlik bayramidan keyin shu juma kunida mashindaqiliqi butun bozorlarda mol bahosini tushirish qizg'inlik qo'zg'alib boshindaq bir hikoyalar bor ekan. Bo'ldi, ishni qilamdim. Eski tüske gezitlerden yasaklı mı onu? गेट से जस्ट पहले साइड में बैठ के Şunun bilan oxiri Best Buy'ning ichidan bir narsa oldim. Hamda boshqa bir cho'ng oila saymon olmasam, shu narsani uchirta oldim. Telefonga to'q qochilg'i bo'ladi ekan. Telefon kelganda og'ili bo'ladi ekan. Speaker. Asosligim shu chiroq ve aynak. Şunu o'ylab oldim. Ayba ko'nglim yerim bo'ldi. Bir made in China emas productni topolmadim. Bütün bu elektr mahsulotlarining hammasi made in China, made in China. Oxiri mushu mahsulot uchirdi, anankin design in USA, made in China deb. Bu China'niki nimasiga qarab baqsam, manufacturer address qayerda ekan desanglar, shu Hong Kongning adresi chiqqan deya bo'pti deb. Asam oldim deb o'yladim shuning bilan. Mana mini tripoddan birini oldim. iHome. Mana bir narsa ekan bu mana. Ahoy.
bo'ladigan narsa ekan bu. Bu videoni ishlashdagi maqsadim ikki. Birsi yana shu Kanadadagi Black Friday to'g'riliq so'zlamoqchi bo'ldim. Bu Black Friday Amerikadan boshlanib butun dunyoning har qaysi joylariga tarqalgan asosli shu savdoni jonlantirishni maqsad qilgan holda Kanadadagi ta'sirimi xili cho'ng. Kanadadagi bu Black Friday bak qiziydi. Odamlar ko'p. Oilalar odatda cho'ng bir narsalarni, masalan, oila jabduqlari bilan do'shliq qimmat bog'liq bir narsalarni olmoqchi bo'lsa, dal mushu kunni saqlab turib, mushu kunda ba'zi tushganda hammalar aldirishlik bilan o'ziniki olmoqchi bo'lgan narsalarni oladi. Bugun mening shu ko'nglim yerim bo'lgan yeri shu butun Kanadaning bozorini made in China products qoplab ketibdi. Ya'ni kiyim-kechaklar asosan hammayaniki bor ekan. Made in Bangladesh, Vietnam, Italiya, buya Amerika deganda ekan, meniki bir narsalar bor ekan. Made in China'niki bak chiqqan. Lekin shu elektr mahsulotlariniki ko'rgan joyda men boshqa bir davlatniki bir narsa uchratmadim. Butun hammasi made in China. Bakki onun yerim bo'ldi. Oxiri yana amal yo'q. Shu design in USA, made in China deb Hong Kong ishlangan bir narsadan birini olib keldim. Bu videoni ishlash orqali men butun Uyg'urlar hammalar bir narsa aql chiqqan vaqtinglarda 2 sekund vaqtinglarni chiqarib qayerda ishlanganligiga bir qarab beqinglar. Xitoy mahsulotlarini olmanglar demoqchi. Men dastlabki Kanadada kelgan yillarimda men Chinadan kelib, yana China mahsulotlarini olibdimmi deb mundaq o'yladim. Keyingi shu 2-3 yilning yoqi boshqalarga gap qilsammi, tavsiya qilsammi, ma davlat hozir bizning millatimizga mundaq muomala qilyotdi, mundaq ishlar yuz beryotdi. Agar sen bizga yordam qilmoqchi bo'lsang, mush ishlar to'g'riliq do'stlaringlar bilan, oiladagilaringlar bilan paranglashinglar. Xitoy mahsulotlarini olmanglar deb keldim. Bu videoni ishlashdagi asosli maqsadim shu. Ammo qo'limizdan keladigan shu. Boshqalarga deyish, ahvolimizni dunyoga bildirish, kimligimizni saqlab qolish. Ham shunlashqa maxsus Uyg'urchaga qilib YouTube'dan kanal ochib video ishlab oltamamdim hozir mana. Uyg'ur tilimiz yo'qolib ketmasin. Keyingi avlodlar ko'ra ish bo'lmadiki. Necha 10 yillardan keyin ish bo'lmadi. O'zim mo'moy bo'lib ketgan chog'da ko'raman ya o'zimni videolarimni. Hayotimdagi bir kartinasini shunday YouTube'da video yo'llash orqali bir xotir qoldirib qo'yay dedim. Hamda shunday ig'ir kunlarimizda ish bo'lmadi, sizlarga bir ma'naviy jihatim bo'lsin, bir yilqi Uyg'urcha gap anglab, boshqa davlatlarning ahvollarini anglab, ko'rib bir foydasi bo'ladi degan maqsadda bu videolarni ishlatdim. Qo'llab kelayotganlarga rahmat. Abunə bo'lishni unutmanglar. Xayr xo'sh.